Joyiga tasha. Joyiga tashasang bo'lmaydimi mana? Ishlayapsiz. Olmusiringlar. Oylingizni olyapsizmi? Biza tozalik. Mana qara, madaniyatsizlik-ku. Yo'q, ishlayapsiz. Nima aloqasi bor? Mayli, bular qarang. Joyiga tasha. Ol. Aralashmang, siz ishingizni olmang. Olmusiringlar. Olasan, ol. Joyiga tasha. Sen musulmon bo'lsan, hurmat qilmaysanmi? Mana shu Ol deb Olasan. Ol. Tashlab qo'yib menga shunaqa yoqadi. yosh katta odamlar nima yoqadi sizga? Bo'lmaydi. Birovni bir tekshirish yoqadi. Yoqadi, aka. Narsa yoqadi sizga. Siz aralashmang. Aralashma ne o'lish? Odatiy bitta bakalashka bilan kamayib qolish so'rada. Aralashmaydi, bo'ldi. Bitta bakalashka bilan qaraysiz, turmush urib ag'darib qo'yib keldi. Aralashmaylar, qanday bo'ladi boshqalarga? Bering og'riq sinib qolsa olib tashlagin. Shu bu insonlarning hurmati. Agar shular bo'lmasa, musada chidayishimiz mumkin. Bo'ldi. Oylikni ol. Chimozdan kelishadi. 600 ming Yo, oylik to'lasi. Oylikda gapirmang, mehnatga qarab yo'lga tashlash emas, yo'ldagi narsani olib tashlash. Mana shu ishni qilgan inson mo'min deyiladi.